Hammaga salom, xormanglar. Ramazonning oxirgi 10 kunligi, Xudo xolisa, oxirgi ro'zalar tutyapmiz. Biz o'zbek xalqimizda oxirida ehson qilaylik, ehson qilib qolaylik degan fikr bo'ladi. Ehsonning har xil turlari bor, bilamiz, muhtojlarga yordam berish bor, masjidlarga xayr ehson bor, o'sha bor qutilarga tashisa bo'ladi va hokazo. Bugungi kunda yangi ilova paydo bo'ldi, Domo ilovasi. O'sha Domo ilovasi orqali kirib turib, o'zingizni yoningizdagi turgan, yashab turgan hududingizdagi masjidga primoy elektr energiyasiga yoki gaziga to'lov qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqangi texnologik ehson bo'ladi, yangi yechim. O'zi Domo ilovasi seriozli ilova bo'ldi, kommunal ilova. Barcha kommunal to'lovlaringizni ham o'zingiz amalga oshirsangiz bo'ladi. Hamma narsa bitta joyda jamlangan. Endi Domo xayriya degan o'sha funksiyasi bor. Mana shu narsa butun respublika bo'yicha o'zingiz yashab turgan yoki xohlagan masjidingizni topib turib, o'sha masjidni primoy elektr energiyasiga to'lov qilsangiz bo'ladi. Ana sizga ehsonni texnologik turi va primoy ehson borib tushadi. Qayergadir kimgadir olib borib bermaysiz, qutiga tashlamaysiz, boshqa qilmaysiz, primoy o'sha elektr energiyaga yoki gazga to'lov bo'ladi va bu masjid uchun ham juda ham bir foydali bo'ladi. Sizni qilgan ehsoningiz ham Xudo xolasa texnologik bo'lganligi uchun primoy yetib boradi. O'shaning uchun do'stlar, mana bitta mana qo'yib qo'ydik. Ilovani skachas qilib, kim agar ehson qilsammikin, qanaqa qilsammikin deb tursa, texnologik yechimlardan foydalanamiz. Sog' bo'linglar, shirinlik kuzatishda davom eting.